Avvalambor assalomu alaykum azizlarimiz. Yaqinlaringizni mamnun qilish uchun albatta bir sabab bo'lishi shart emas. Bizning tabriklarim loyihasi orqali kutilmagan qo'ng'iroqlarimiz bilan yaqinlaringizni baxtiyor etishingiz mumkin. Bugun ham shunday kutilmagan qo'ng'iroqlar egasiga baxtli qo'ng'iroq qilishni boshlaymiz. Assalomu alaykum Mohiraxon opajonim, salomatmisiz? Assalom, yaxshimisiz? Sizlar? Yaxshi, rahmat, alhamdulillah. Sizni tabriklarim loyihasidan bezovta qilyapmiz. Ismim Madina. Rahmat. Sizni kech bo'lsa-da Xalqaro xotin-qizlar bayrami, ro'za-i Ramazon ayyomi bilan yaqinlaringiz, qarindoshlaringiz, farzandlaringiz va barcha yaqinlaringiz nomidan opajoningiz Mahliyoxon opajonimiz, Muhayyoxon opajonlarimiz hamda akalaringiz, jiyanlaringiz, barcha yaqinlaringiz siz uchun chiroyli dilkorlarni yetkazib qo'yishimizni iltimos qilganlar. Agar ruxsat bersangiz o'qib beraman. Tayyormisiz? Ha, rahmat tayyorman. Avvalambor assalomu alaykum Mohiraxon opajonim. Sizni muborak Ramazon sharif oyi hamda Xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Doimo farzandlaringizni baxtiga, turmush o'rtog'ingizni, yaqinlaringizni baxtiga sog' va salomat bo'ling. Alloh umringizni ziyoda, rizqingizni ulug', martabangizni esa baland qilsin. Doimo yuzingizdan kulgu, tabassum arimasin. Nimaiki yaxshi niyatlar, yaxshi orzular qilgan bo'lsangiz, barchasiga yetishib yuring. Inshaalloh Allohning baytlariga birgalashib, yetaklashib borishliklar, xojonalar bo'lib yurishliklar nasib aylasin. O'sha bayramlar Ramazon sharif oyi ham muborak bo'lsin. Aziz do'stingiz omon bo'lsin. Ushbu oyda Allohim sizni yaxshiliklar ila sevintirsin. Qalbingizdagi orzu, maqsadlaringizni amalga oshirib, duolaringizni ijobatini ko'rsatsin. Qalbingizga mehr, muhabbat chirog'ini yoqib, tutayotgan ro'zalaringizni, bajarayotgan savobli amallaringizni Allohim dargohida qabul qilib, siz uchun rayyon eshiklarini kengroq ochib, gunohlaringizni mag'firat qilsin va ikki dunyo saodatiga erishtirsin. Dunyodagi eng baxtli ayol bo'lib yuring. Sizga baxtlar yarashadi. Doim go'zal yuzingizdan kulgu, tabassum arimasin. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Libosi yuziga taratgan so'zlari ma'noli, o'zi yoqimtoy, qalblari iymon va mehrlarga boy. Sizga tilagim bor bugun bir jahon. Bayramingiz muborak bo'lsin opajon. Opajon, doimo bo'ling salomat. Allohdan tilayman umr boqiy baxt. Omaddan yarashsin siz o'tirgan taxt. Yuzingizdan quvonch tarar on. Bayramingiz muborak bo'lsin opajon. Doimo quvonchdan jilmayib yuring. Baxt va omad ila yuzlarga kiring. Ilohim dunyolar turguncha turing. Azizim, sirdoshim sizsiz jonajon. Bayramingiz muborak bo'lsin opajon. Opajon, yana bir bor qo'shaloq bayramlar, xotin-qizlar bayrami hamda muborak ro'za-yu Ramazon ayyomi muborak bo'lsin. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Sog' va salomat bo'ling deya barcha yaqinlaringiz nomidan tabriklarimiz yakunlandi. Sizning ham yaqinlaringizga, oila a'zolaringizga, opa-singlingizga, qarindoshlaringizga tilaklaringiz bo'lsa, yo'llab olish imkoniyatingiz bor. Rahmat, kattakon rahmat, sog' bo'linglar. Uylaringizga ijod qo'shilsin. Umrlaringizga, rizqlaringizga Alloh baraka bersin. Shunchalik qilib, tabriklar, meni eslab qo'yganlaringiz uchun kattakon rahmat. Hamisha baxtimga yaqinlarim, aka-ukalarim, akalarim sog' bo'lsin. Ilohim ijodingizga ijod qo'shib, farzandingiz rohatini ko'ring. Hamisha bolalaringizga orzu havasini, hojatda hojona bo'lib yurishlarga ham nasib qilsin. Opajonimga kattakon rahmat. Ona undagi ona. Doim hamisha onam bo'lgan. Yaxshilik kunlarimda yonimda bo'lgan opajonim. Mahliyoxon, Muhayyoxon sizlarga kattakon rahmat. Baxtimga hamisha sog' bo'linglar. Inshaalloh aytganingiz kelsin opajonim. Xursandchiligingizga sherik bo'lganimizdan mamnunmiz. Juda ham sizni yaxshi ko'ramiz. Sog' salomat bo'ling. Allohim umringizni ziyoda qilsin. Farzandlaringizni kamolini ko'rib yuring doimo. Turmush o'rtog'ingizga sevimli bo'lib, farzandlaringizni rohatida yashashlik nasib aylasin. Chiroyli suhbatlaringiz uchun alohida rahmat kattakon. Joningiz sog' bo'lsin. Kuningiz yaxshi bo'lsin.